Ona tili o'qitish metodikasi fanidan test bor. 20 ta test, shuni ko'rib chiqamiz. Birinchi savolimiz: o'qituvchi o'quvchilarga agar siz asar muallifi bo'lganingizda voqealar yechimini qanday o'zgartirgan bo'lar edingiz, degan savol bilan murojaat qiladi va o'quvchilardan hikoyaning davomini mustaqil ravishda yozib kelishini so'radi. Savol: ushbu topshiriq didaktik vazifalarning qaysi bandini bevosita ta'minlashga xizmat qiladi? Javob: o'quvchilarni, ya'ni oddiy kitobxon darajasidan chuqur mulohaza yurituvchi ijodkor kitobxon darajasiga ko'tarishdir. Keyingi savol: 4-sinf o'qish darsida O'zbekiston xalq shoiri matni ustida ish olib borilmoqda. O'qituvchi darsni quyidagicha tashkil etdi. Birinchisi, o'quvchilarda matnning faqat qahramonning bolaligi tasvirlangan qismini topib o'qishni buyurdi. Ikkinchisi, so'ngra o'quvchilar ushbu parchadagi tushunarsiz so'zlarning lug'aviy ma'nosini lug'at yordamida aniqladilar. Uchinchisi, yakunida esa o'quvchilarga agar siz qahramon o'rnida bo'lganingizda o'sha vaziyatda qanday yo'l tutgan bo'lar edingiz mazmunida og'zaki hikoya tuzish topshirig'ini beradi. Savol: ushbu darsda qo'llanilgan metodlar ketma-ketligini to'g'ri aniqlang deb aytib o'tilgan. Javob bu yerda, demak, tanlab o'qish, izohli o'qish va ijodiy o'qish hisoblanadi. Keyingi savol: o'qituvchi 3-sinf o'quvchilariga Abdulla Oripovning O'zbekiston qasidasidan parchasini hissiyot bilan pauza va mantiqiy urg'ularga amal qilib o'qib berdi. So'ngra o'quvchilardan ushbu she'rning mazmunini, shoirning ichki kechinmalarini chuqur tahlil qilib, badiiy estetik jihatdan baholab berishni so'radi. Savol: mazkur holatda dars jarayonida qaysi metodlar bir-biriga integratsiya qilingan? Javob: badiiy o'qish va ifodali o'qish. Keyingi savol: o'qituvchi 4-sinf o'qish darsida Odil Yoqubovning Farzandlar burchi hikoyasini o'tmoqda. Darsning ma'lum bir bosqichida o'qituvchi o'quvchilarga quyidagi topshiriqni berdi. Matndagi qahramonning otasiga bo'lgan munosabati aks etgan jumlalarni topib va ushbu gaplardagi andisha, hurmat kabi tushunchalar muallif tomonidan qanday badiiy bo'yoqlar bilan berilganligini tahlil qilib bering. Savol: ushbu pedagog vaziyatda qaysi metoddan uyg'unligidan foydalangan va faoliyat Blum taksonomiyasining qaysi darajasiga muvofiq keladi? Javob: tanlab o'qish va izohli o'qish tahlil darajasiga to'g'ri keladi. Savol: 4-sinf o'qish darsida o'qituvchi Cho'lponning Qor qo'shig'i she'rini o'tmoqda. Dars davomida quyidagi ketma-ketlikda ish tashkil etildi. Demak, birinchi ish: o'qituvchi she'rni o'z mahorat bilan pauza va mantiqiy urg'ularga rioya qilib o'qib berdi. Ikkinchi ishi: matndagi zarrin, oq, paxta kabi so'zlarning ma'nosini tushuntiriladi va tabiat hodisalari bilan bog'lanadi. Uchinchi ishi: o'quvchilarga she'rning faqat qorning yog'ishi tasvirlangan qismini topib o'qish topshirig'i beriladi. To'rtinchi ishi: yakunida o'quvchilarga agar siz qor bo'lsangiz yerga qo'nayotganingizda nimalarni his qilgan bo'lardingiz, degan savol bilan
murojaat qilinib kichik hikoya tuzish so'raladi. Savol: ushbu dars jarayonida qo'llanilgan metodlar ketma-ketligini to'g'ri ko'rsatilgan qatorni aniqlang. Demak, dastlab ifodali o'qish, keyingisi izohli o'qish, keyingisi tanlab o'qish va ijodiy o'qish. Keyingi savol: 4-sinf o'qish darsida o'qituvchi badiiy asar ustida ishlash jarayonida o'quvchilarga quyidagi topshiriqlarni beradi. Demak, birinchi topshiriq: matndagi notanish so'zlarning ma'nosini lug'at yordamida aniqlash. Ikkinchi topshiriq: voqealar rivojidagi sabab, oqibat, bog'lanishlarini tushuntirib berish. Uchinchi oqibat: asar qahramonlarining xatti-harakatlariga shaxsiy munosabat bildirish va ularni axloqiy mezonlar asosida baholash. Savol: mazkur jarayonda o'qish darslari oldiga qo'yilgan qaysi didaktik vazifalar ustuvor darajada amalga oshirilmoqda? Javob: kitobdan foydalanish, axloqiy tarbiya va adabiy-estetik tafakkurni o'stirish. Quyida o'qish darslarida qo'llaniladigan metodik usullar va ularga mos keladigan didaktik vazifalar berilgan. Ularni to'g'ri muvofiqlashtiring degan. Demak, moslashtirish testi ekan. Demak, birinchisi matnni rollarga bo'lib, his-hayajon bilan o'qish. Ikkinchisi ertak, hikoya, masal janrlarining farqini tushuntirish. Uchinchisi matndagi tabiat tasviridan kelib chiqib rasmlar chizish. Demak, bunda birinchisi matnni rollarga bo'lib his-hayajon bilan o'qish, bu ifodali o'qish sifatini shakllantirish. Ikkinchisi ertak, hikoya, masal janrlarining farqini tushuntirish, bu elementar adabiy tasavvurlarni shakllantirish. Uchinchisi matndagi tabiat tasviridan kelib chiqib rasmlar chizish. Bu adabiy-estetik tafakkur va xayolot olamini boyitish hisoblanadi. Keyingi savol: o'qituvchi o'quvchilarga darsliklardan tashqari qo'shimcha ilmiy ommabop maqolalar o'qishni va undan Quyosh tizimi haqidagi yangi ma'lumotlarni daftarlariga qayd etishni topshirdi. Savol: bu jarayon o'qish darslarining qaysi ikki muhim vazifasini o'zaro bog'laydi? Javob: kitobdan bilim olishga o'rgatish va dunyoqarashini shakllantirish. Keyingi savol: o'qituvchi alifbe davrining o'rtalarida o'qish darsini o'tmoqda. Darsda yangi n tovushini o'rganildi va alifbe darsligidagi non matni o'qiladi. Shundan so'ng o'qituvchi darsning ikkinchi qismida o'quvchilarga ushbu yangi harfni yozuv daftarida chiroyli yozishni mashq qildirdi. Savol: mazkur darsni dars turlarining tasnifiga ko'ra qanday baholash mumkin deb aytib o'tilyapti. Bu yerdagi to'g'ri bo'lgan javob quyidagicha hisoblanadi. Ya'ni bunda bu dars o'z ichiga ham o'qish, ham yozuv darslarining unsurlarini olgan bo'lib, ta'limning predmeti bo'yicha aralash, ya'ni integrallashgan yondashuvni
deb aytib o'tyapti bu yerda. Keyingi savolimiz quyidagi fikrlarning qaysi biri dars turlarining tasnifiga ko'ra metodik jihatdan xato hisoblanadi? Bu yerdagi javob esa quyidagicha iborat. Ya'ni yozuv daftari bilan ishlash darslari har doim faqat yangi harf yozishni o'rgatish darslaridan iborat bo'ladi deb aytib o'tayapti. Keyingi savol quyidagi dars turlarini ularning tasniflanish mezonlari, guruhlari bilan to'g'ri moslashtiring deb aytib o'tilyapti. Bu yerda ham moslashtirish testi. Bu yerda birinchisi savol ta'limning predmetiga ko'ra deyapti. Bunda yozuv daftaridagi namunalar asosida olib boriladigan yozuv darslari, keyingisi alifbe darsligi materiallari ustida ishlashga yo'naltirilgan o'qish darslari, ikkinchisi bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisi quyidagicha. Ikkinchisi ta'limning davri va bosqichlariga ko'ra. Bunda alifbogacha bo'lgan tayyorgarlik davri darslari kiradi. Keyingisi alifboni o'rganish asosiy jarayonidagi darslar kiradi. Uchinchisiga ya'ni yangi mavzuni o'tilishi va o'tilmasligiga ko'ra yangi tovush harf o'rganilmaydigan mustahkamlovchi o'qish darslari. Keyingisi yangi o'rganilgan tovushning yozma shaklini, harfini o'rgatish darsi. Keyingisi avval o'rganilgan harflarni biriktirish va malaka hosil qilishga doir yozuv darslari. Keyingi savol ona tili fani o'qituvchisi 6-sinfda otning ma'no turlaridan biri turdosh otlar mavzusini o'tmoqda. Dars jarayonida quyidagi holatlar kuzatiladi. Birinchi holat o'qituvchi mavzuni tushuntirishda faqat darslikdagi qoidalardan foydalanadi. Ikkinchisi sinfdagi iqtidorli o'quvchilarga ham o'zlashtirishi past o'quvchilarga ham bir xil murakkablikdagi kitob oxiridagi mashqni bajarishni topshiradi. Uchinchisi dars yakunida o'qituvchi o'quvchilarga tabiatni asrash burchimiz mavzusida kichik suhbat o'tkazadi, ammo bu suhbat mavzu bilan metodik jihatdan bog'lanmadi. To'rtinchisi o'qituvchi keyingi darsda o'tiladigan atoqli otlar mavzusiga o'tish uchun hech qanday poydevor yaratmadi. Savol yuqoridagi vaziyatda umumdidaktik talablarning qaysi bandlari buzilganligini aniqlang va to'g'ri ketma-ketlikni belgilang deb aytib o'tyapti. Bu yerda javob quyidagicha, ya'ni usullarning qiziqarliligi, individual yondashuv, darsning istiqbolli va izchilligi. Keyingi savol o'qish darsida o'qituvchi o'quvchilarga quyidagi topshiriqni beradi. Matndagi qahramonning xatti-harakatlarini tahlil qiling va nima sababdan u aynan shu yo'lni tanlaganligini asar ichidagi detallar bilan isbotlang. Ushbu jarayonda qo'llanilgan metod va uning asosiy xususiyati to'g'ri ko'rsatilgan javobni belgilang deb aytib o'tilyapti. Bu yerda izlanish metodi javob. Izlanish metodi o'quvchi voqealar zanjiri va detallar orasidagi bog'liqlikni mustaqil tahlil qilib, o'z xulosasini shakllantiradi.
o'z xulosasini shakllantiradi. Keyingi savol: quyidagi mulohazalardan qaysi biri izlanish metodining mohiyatini eng aniq ochib beradi? Bu yerda ya'ni xulosalardan qaysi biri ochib beradi deyapti. Quyidagi mulohazalardan qaysi biri izlanish metodining mohiyatini eng aniq ochib beradi deb aytib o'tayapti. Ya'ni javob quyidagicha: ya'ni o'quvchilarning asardagi detallar va voqealar rivojlanishiga tayanib muallif ilgari surgan g'oyani mustaqil kashf etishi va qahramonlarga subyektiv baho berishi hisoblanadi. Keyingi savol: alifbiy darsligida harflarning muayyan tartibda joylashtirilishi va so'zlar tarkibida kelishi, masalan, avval unli, so'ngra jarangli undoshlarining berilishi darslik tuzilishining qaysi tamoyiliga bevosita daxldor? Javob: harflarni joylashtirish va ular ishtirokida so'zlarni tanlashga alohida e'tibor qaratish tamoyili. Keyingi savol: o'qituvchi dars jarayonida alifbidagi matnlarning o'quvchi yoshiga mosligini tahlil qilmoqda. Agar darslikdagi matnlar o'ta sodda bo'lsa-yu, lekin o'quvchining lug'at boyligini oshirishga xizmat qilmasa, darslikning qaysi tamoyili to'liq amalga oshirilmagan hisoblanadi? Bu yerda javob quyidagicha: matnlarning bolalar saviyasiga mosligi bilan birga ularning tafakkuri va nutqini o'stirishi lozimligi keltirib o'tilgan. Keyingi savol: bu dastlabki darsda o'qituvchi matnni qismlarga ajratadi, asosiy g'oyani ko'rsatadi, tasvir vositalarini izohladi. Keyingi darsda esa o'quvchilar shu ishlarni o'zlari mustaqil bajaradi. Mazkur faoliyat qaysi metodning eng muhim belgisi hisoblanadi? Javob: reproduktiv metod o'qituvchi namunasi asosida mustaqil faoliyatni